Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, sog' omonmisizlar? Boringlarga shukr. Qayda bo'lsanglar ham sog' salomat bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar. Kanadadagi ishqibozlari ham bormi oralarimizda? Kanadadagi ishqibozlar ko'rib qolsanglar, like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Menda ham mana 3 dona Kanada ekan bor. Har zamonda ozmani gazon o'rayotgandim. Mana har zamonda gazonni ichiga suvni qo'yaman-da, piyalada. Keyin tomosha qilib o'tiraman, mana cho'milishadi. Boshlashdi cho'milishdi. Ular maza qilishib oladi. 3 soat, 4 soat, 2 soat mashina qilib salqin joylarga qo'yib, gazonni ustiga qo'yib qo'yaman. Maza qilib cho'milishib, damlarni olishadi. Hozir boshlashadi cho'milish, chaqirish bo'lsa. Ichiga tushsa. Mana bittasi boshladi. Hozir emas shu edi. Dada. Hozir emas shu edi. Ikkiman tushmayapti. Ana bu boshla. Mana qilib gazonlarning orasidanligi hasharotlardan ham terib, yeyib maza qilishib oladi. Nima deyapti? Hadichaxona mana 3-4 ham oldi. Olti yoshli qizim bor. Rossiyadagi bodalarga roli zakaz qilib berishyapti. Shuni o'rganib olibdi, endi uchyapti. Rejam mana bu archan atrofigami yoki birovni kattaroq daraxtimi? Bir daraxt atrofiga deyapman, setga qilsam. Atrofini katta qilib setga qilib qo'yib yuborsam. Nima deysizlar? Agar bilganlar, qo'yganlar bo'lsa, yozib yuborsanglar. Bir haliginaqali mushuk boshqa narsalar hujum qilmaydimikin? Yozib bilan shunaqa setga qilib qo'yib yuborsammikin deyapman. Ana bunisi ham boshladi cho'milishdi. Voy ashallarim, ashallarim. Qizim, 6 yoshli qizim erkalatyapti qushlarini. Voy jonivorlar. Ularni boqqandan keyin ular sharoitiga ham ahvolga qarab turish kerakmi? Yo bunchalik e'tiborli bo'lmash kerakmi? Nima deysizlar? Bularda haligi tirikchiligi, hayoti sizni qo'lingizga o'tib qolgandan keyin bularga yaxshi parvarish qilish kerak menimcha. Hamma sharoitni qilib. Bu sayraganda bir ajoyib. Unaqa qilmang, qizim o'tiring. Sayraganda bir ajoyib manzara paydo bo'lib ketadi. Maza qilib olasiz. Cho'milib tashdan chiqaverar ekan. Bir cho'milganda kaptarga o'xshab yotib olmas ekan bular. Kaptarozlar ham bormi oramizda? Kaptarlar bir tushib olsa yotadi, shu cho'milib to'yguncha yotib oladi. Bular bir tashlaydi ekan, chiqar ekan. Bir tashlaydi ekan, yana chiqar ekan. Yana qoqinib yana chiqib, yana tashaverar ekan suvga. O narsani qarang. Mana shu 4-mi, 5-chi tashlashi mana suvga. Mana hali tashamadi. Bunisi bir marta tashlagan bo'yi turibdi. Yo mana qangi daraxtlarni atrofiga qilsammikin, setkani. Baland qilib bir bo'yini 2 metr qilib turib, setga qilsam, ichiga qo'yib yuborsam. Yurishaveramikin degan reja bo'lyapti. Mana tor joyda ham jassi qilib ketyaptimi deyman-da bu jonivorlarni. Tushungan, bilganlar bo'lsa yozib olasizlar aziz vatandoshlar. Mana limon moda. Mana ikkovinar. Bir ikki qo'shdim, hech tuxum qo'ygisi yo'q bu limonda. Tuxumga harakat ham qilgan yo'q, bir tuxum qo'yay ham degan yo'q. Bu tug'maydiganidanmikin yo ishmasini olib qo'ydimmikin? Nima deysizlar? Boshqa moda qo'shib ko'rsammikin? Hadichaxon, siz nima deysiz?
Boshqa moda olib ko'raylikmi? Voh, chimilishini qaramaza. Aytcham, mana shunisi maza qilyapti. Sara. Sara. Mana mashinasi kaseta. Chimchiqqa o'xshagani juda ko'p xil sayraydi. Sayraganda buni bitta G'ayrat aka degan akamiz bor, 76-yil G'ayrat akamiz yaqinda olamdan o'tib qoldi, Alloh rahmatiga olsin. Ana shu G'ayrat akamiz topib olib kelib berdi. Uka mashina baqqan bir maza qilib olasan deydi, haqiqatda ham Alloh rahmat qilsin, o'ta chiroyli, o'ta zo'r qush olib kelib bergan ekan. Sayrashlari o'ta kuchli. Akamiz ham o'zimizga o'xshagan voz-vozida kaptar, qush, lebboy narsa bor edi. Bizda ham akalar hamma yo'q bor. Kaptar, it, dakan, qush, lebboydan bor. Endi qiziqish ekanda, nima deysizlar? Boshlari bilan cho'milishdi. Bir tashaydi chiqadi, bir tashaydi chiqadi. Kevola ham keldi. Gazon o'rayapman mana. Mana ularni o'rib bo'ldi, mana aytlarni mana o'rib bo'ldi. Mana uni o'raman, hozir keyin mana ikkita qoldi, ashlarni o'rib qo'ysam, Xudo xolasa uyga vazifa ham tugaydi. Mehnat darsi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, Allohning panohida bo'linglar. Yaxshi kunlarda yozishguncha jigarlar, podpiskani ayamaysizlar. Boringlarga shukr.